Sen darvoza qurmaysan, surdirmayman sen darvoza. Hayotda sen mana shunday yashaysan. Sen to'lki uy sotib olsan, uyga kirasan, uyda o'tirasan. Anki men aytdim, mana sen 7,5 metr yo'l bor deb o'tasan. Men 6 metr. Onu solda sen nima talashmaysan, menga kirib yo'lda o'tasan, yo'l deb desam, bu o'zimizga tug'an, men talashmayman o'zimizga. Kerakdan, ol, duo jildir. Men kirishim kerak dedi. Men yo'lim dedi. Olamiz. Anki kirib ketadi. Bir soat 2 soatdan keyin ol men chiqishim kerak. Mana 8-9 yil bo'ldi. Musulxona qilib. Seni aqling yo'q bu yerda. Bu общий polzonli yer bu yer. Bu Gulzadani yeri, bizni yerimiz. Seni yering nima oladi bu yerda? Yozilgan ham. Musulda. Adam bir jo'sa aysan sen ishing nima bor, ishing ko'p. Sen nima zalin yozatgan bo'lib qoldingda. Sen nima qo'ling chiqib qoldi, akasi borda eshakda işte. Yo'q. Shuhrat kelsa sen qo'lingni sindiratadi. Tergovchi qarab o'tiradi, inchiqib aytadi. Albattadan, gözlüklerden, Melisa'dan kelib o'tadi. Kelgan bilan bulardan hech menga jardam bo'lgan yo'qdir. Oyoqqa oyoqdan bir Nasıl aksan gerek? Susu qo'lim nasha to'lib ketadi. Nima qildi? Xohlaganda edi, hech qanday nima yo'q. Bizga o'xshagan odamlar kelsin. Bitta konchaqqa bo'ldi. Qancha sotib yeri bor, qancha sotib go'zakit bor, shuni ko'rib ber menga. Debdan ki bo'ptirda o'zi yo'qda, men yo'qdan qaradi. Bu kompyuterda hech narsa yo'q, ustol chiqyapti. Men aytdim, go'zakit bor qo'lda dedim. Desam, sotib olgandirda deb boshladi. Satsa sizlar sotgansiz desam, undan bunda oqsoqol unda o'zingiz qarab so'zlang deb qo'ydi. Berish uchun boshqa ruxsat berish kerak ekan. Ular ruxsat bersa berayotgan men. Sadir Jabbarov prezidentimiz, Tashiyev komitet to'rag'asi mana jadam belgili 30 yildan beri yashayman bu yerda, hech qanday dokumentim yo'q. Borsam qilib bermasa, mana o'zinglar ko'rgilar, bular o'zbek yurtida bari o'zim tug'andar ekan, qilib berib o'tadi. Mana shu 2 soatlik, 3 soatlik yerda ham shuni ham bermay, shu hech kim quloq solsa, bularda aqcha, bir narsa desam, mening birinchi o'chirda aqcham bor dedi. Ikkinchi o'chirda tanishim bor. Uchinchi o'chirda bari Aravanda o'zimizniki dedi. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз азыр Араван районунун Салтанат Юсупова айылындагы Бегмамат Бегалы Айдаров 98-дарегиндеги 98-даректе жашаган Токтахун Жумаевдин аксакалдын жанында турабыз. Токтахун Жумаев аксакал 1995-жылы Барашный дом деп, Барашный үй деп коебуз. Ошол жер 98-дарекке үйгө көчүп келген. Мындайча айтканда 30 жыл болуп калды. 30 жылдан бери аксакал ошол документиге ээ боло албай, ошол коңшуларынын бир бүрө креталык бир туугандык аракеттеринен улам өзүнүн үйүнүн документине ээ боло албай, мамлекеттик органдардан, архитектура улоо, мамлекеттик кызматтардан дагы акыйкат таба албай келет. Ошон үчүн ушул көйгөй менен аксакал бизге кайрылган. Токтахун аксакалдын өзүнүн көйгөйүн жеринен уккалы өзүнө келдик. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ошол айта бересиң, эми баштай бересиң. Мен 95-жылы bu үйдө алып келгенмин. Мен келгенде баары орустар эди. Bu yerda boshqa ulut yo'q edi. Анан keyin орустар менен жакшы эле жашадык. Mana o'zlari bölüşүп olgan ekan, qo'rg'on setkada to'sib nima qilib. Анан keyin oruslarda joshlari ketib qoldi. Qarlari o'ldi. Анан keyin ular tug'andar kelib, majdan qilib qiynab kelgandan keyin 1 yil, 2 yil yaxshi elе o'tirdik. Keyinlar men undan mana bu yerda qara. Bu yerda. Men aytdim, "Ey yerda sen jarımın akçasını ber, jarım akçasını men berayin. Bu yo'lda qilib qo'yaylik. Men bir darvoza quraysan, sen darvoza qurmaysan, surdirmayman sen darvoza. Hayotda sen mana shunday yashaysan. Sen to'lki uy sotib olsan, uyga kirasan, uyda o'tirasan. Yer meniki. Yer meniki 7 metr yo'lim bor. To'lki suylagan 7 metr yo'lim bor. Yo'lni men sotib olganman. Ayol hukumatdan yo prokuraturadan yo tergovchidan birov kelsa, общий polzonli yo'l, 7 metr yo'l bor. Yo'lni ochib qo'ysin deyveradi-da. Mana yo'l ochiq turadi. Men bekitib olganim yo'q. Mana kirib chiqib o'tadi. Burun yoqqa yo'l yo'q edi, o yerdan qaytatadi. O'ruslar bor edi. Qo'shningizni ati joni kim bu?
Hamrayev Azamat. Hamrayev Azamat degan, ha? Ha. Mana soldi bir 5-6 yil O'zi? bo'ldi. Yo'q, mana qo'shni, boshqa qo'shni soldi. Endi u prosta gapda, anki men aytdim, mana sen 7,5 metr yo'l bor deb o'tasan. Men yerdan yer 6 metr. Mana soldi, sen nima talashmaysan? Menga kirib yo'lda o'tasan, yo'l deb desam, bu o'zimizni tug'an, men talashmayman o'zimiznikidan. Вообще tug'animizdan talashmayman. Sendan talasham, sendan olam deb boshladim. Ve yo'lni men bekitib olsam, yo urdab sotib bersam, yo bir mana yo'l turadi. Только mana yerda ochasin, polni ochasin, traktor, dizel, polni mashina kirish kerak menga. Sen yo'lda bekitib olding deb. Qayerda bekitib oldim? Mana turadi. Mana menda dokument bor. 3 metrgacha, yerdan 3 metrgacha mashina kirilversin, mashina yuraversin degan. Men aytdim, men yerdan yo'l qilib berayin, butkalarni olayin, menda yo'l qilayin. Men yerda menga bergin. Men yerda odamning o'limi bor ekan, men ulim o'lib qoldi-da. Men yerga so'rib, o'zing bilasan musulmonchilik. Men yerga nima qo'ysak, mashinadan keladi tag'in, ol, duo jildir. Men kirishim kerak dedi. Men yo'lim dedi. Olamiz meqqa. Ananki kirib ketadi. 1 soat 2 soatdan keyin, ol, men chiqishim kerak. Ashuna qilib o'g'ri bo'lib o'tadi-da. Mana bu narsadan sen kelganda, sen ana kelin bor. Kelinga endi bu yoqda kelin tig'ib o'tamiz. Xabar yo'q. O'zi bormi o'zi? O'zi yo'q, o'zi hozir yo'q. O'ziningdagi bir niye aytib o'tadi? Siz mamlakatlik qaysi arxitektura emne dedi, ayol hukumat emne dedi? Ayol hukumatga borsam, ayol hukumat burunqilar ketdi. Bu bo'lgan mana bu yerda ko'ryapti. Bu yoqda o yerdan ona nimasi, yog'i qizil kitob bor. 5 sotik yerga. Mana o meniki. Ana 5 sotik yerga qizil kitob bor. O'sha nimadan beraga temirni bu yog'idan hech qanday dokumenti yo'q edi. Endi yaqindan beri 1 yil, 2 yil bo'ldi. Nima olibdir? Göz akt. Göz akt olibdir. Bultir men nimadan bilganim yo'q-da göz akt olgan. Bu prokuraturaga yozib, oblakat yozdi. Endi menda hozir qo'lda nima turadi bu yerda? Bunday. Qanday tushuntirsam? Mening qo'limda anaki meniki da o'tadi-da, polni menikida. Hozir ko'rdigan kelin. O kelinda olib kelib bu yerga tig'ib o'tadi men yerga. Buni ham haqqi bor, buni ham masherda yashagan. Al kelin kim bo'ldi şöyle? O kelin masherda yashagan kelin bo'ldi. Uni jeri ham yo'q, boshqasi ham yo'q edi-da. Bu o'zi bari o'sha o'zi o'rislardan sotib olgansiz. Sotib olganmiz. Hem o'sha siz o'zingizning dokumentingizni ko'raylik. Andan keyin aytaveringiz, aytib. Hozir mendan tortib olib, mana 8-9 yil bo'ldi. Musorxona qilib oldi. To'liq musorni olib chiqib to'g'ri. Sizning territoriyangizda tortib oldi. Ha, men tortmen prosta mayli shular to'ysin, shular berib men yerdan setga tortib yog'ini qilib olgam. Men bultir arxitektoraga bordim, göz direktorga bordim. Polni zavlayn ham turadi. Borib shurqa yurib, nimaga bularga berasizlar? Menga nimaga mumkin emas deb yurib, ankan ayol hukumatdan haligi yer adresi bola bor ekan. Avadada göz direktorga borib, aşı suylashib siz yeringizni o'lchab bersin dedi. Aşınga biz chechim chiqarib beraylik dedi. Bordim. Borib arxitektoraga borsam, keyin haligi aqcha to'langda 1020 so'm to'ladim. To'lab kelgandan keyin u bola 3-4 kundan keyin keldi. Kelib ava mayallarda ham olamiz. Yo, bular mashalar to'ysin, shularga berayin. Olsin. Menga shu naraq o'lchab berasizlar dedi. Yerga kelib, yoqqa borib naqa chiqishim kerak ekan, yuqoridan sinimka qilishim kerak dedi. Qizi bilan, kampir. Qizi bilan o'zi chiqdi, nima bo'lib o'tadi dedi. Mana olib keldim bolani. Buni ichini men yerimni o'lchab bersa, sherda jina qizil kitob qilib, men nevaralarim katta bo'ldi o'zi biladi. Bu yerga jina buzib masherga nima qilsam desam, seni aqling yo'q bu yerda. Bu opsho polzonda yer bu yer. Ma Gulzadani yeri, bizni yerimiz, seni yeringni nima qiladi bu yerda deb u bolani shunday dedi. Mana deb meni olib keldi oqsoqol. Aqshasini to'lagan ekan desa, yo'q, to'lagan bilan buni yer emas bu. Gulzadani yeri bu yer. Undan keyin bizda ham haqqimiz bor deb mashincha yerda olib o'tirib, bu yoqqa ham mana 10 yildan beri mana musorni qara. Men bu yerda yashayman. Men necha marta aytdim, ayol hukumatga olib keldim, men musorni mana qilib, musor to'yib, qo'lim musorxona qilib oldi. Men odamni men shularga o'xshab mana chiroyli yashab o'tadi. Mana polni yerdan supuradi, azmerda telefonimda yozilgan ham. Supurib musorni bu yoqda. Mendan nimani chilab etmoq to'yveradi. Kirpir jo'sa. Aytsang, sen ishing nima bor, ishing ko'r. Ondan keyin tergovchi bola keldi, yerda dokumentlarini ko'rdi. Ko'rib, mana keyin o'tirsa, bolasi aytadi, sen nima zavlen yozatirgan bo'lib qoldingmi? Sen nima qo'ling chiqib qolibdi, akasi borda, Beshekda ishlatdi, yo'q edi. Shuhrat kelsa, sen qo'lingni sundiradi dedi. Tergovchi qarab o'tiradi, inchiqib aytadi.
Ana kampirdan keyin sen odam olib kelaver, to'y qozding bizni. Odam olib kelaverasin, olib kel. Men olib kelsam dedim, birov ko'chadan jetalab olib kelganim yo'q. Arxitekturdan, gözrektordan, milisadan kelib o'tadi. Kelgan bilan ulardan hech menga bir jardam bo'lgan yo'q. Naborot ular kelganda sizlar so'gib haqorat qilib o'tasin desam, tergovchi chiqmadi, yozdi. Men tergovchi juring bir ikkita yerga qo'l qo'yib qo'yasiz dedi. Kirib kelsam, o uyga chiqib olib, ana kampir. Endi men nevaram uyda ichida turib yozib qo'yibdir. Harami Uyg'ur boboy o'l, boshingni yegir, otangni og'ziga chichay, enangni og'ziga chichay Uyg'ur. Qayerdan ham kelding sen Uyg'ur deb ashunada roza so'gibdir, o yo'lga chiqib olib. Uni nevaram yozib qo'ygan ekan, nevaram telefonni sundirib, hozir pachaq chiqib yotadi, boz qo'yib beradi dedim. Keyin telefonni olib, tergovchiga kirdim. Guljiget degan bola. Uka, meni ko'r, mana meni haqorat qilib, mana so'kdi desam, mana olib turib past yozilib qolganda, uyda ichida olganda, o ko'chada men tushunmadim, nima deb chiqqanda dedi. Anan keyin men yerda men nima qilayman? Siz nima qilsangiz? Hozir siz dokumentingizni nima qilasiz? Daha aytasiz. Hozir men bir narsani to'xtasangiz, men bir narsani aytib qo'yaman. Misoli, mana bu men kamera tartib qo'ygan, бұл жақтың танышы жоқ. Yo'q, hech yerdan tanishi yo'q, biroq бұл жақтың территориясын қараңыздар, аймағын. Ал эми мына бул танышы бар мамлекеттик органда. Ишене турган мамлекеттик кызматтардан баштап, айыл өкмөттөн баштап танышы бар экен. Эми булардын жашоосун айырмасын караңыз. Вот танышы менен танышы жоктун айырмасын ушул жерден эле мындай байкасак болот да. Мен шунча жалындым. Мердим көтөрүп, оядан бір суусу деле акса керек. Суусу полный машина толуп кетет. О эле чыгат суу. Анткени aytdim, yerdan bir lapatka olib qo'y, yerdan menda suv sana borsin, yerdan ko'chadan polni suv kiradi. Kirgan suvni men yerdan bir narsa qilib, bu yerda ariq bor edi, menda chuqur bor edi. O yergacha menda ko'langan. Bular mana betonni qo'yganda ko'm yo'q tashadi. Lekin bultirda aytdim bolasiga. Shuhrat dedim, uka dedim, suvni ko'rib o'tasan, yerdan suv olib ketdi. Uyda o yerga suv chiqib o'tadi. Shuni menda kavlab o yerda chuqur qilib qo'yaylik. Men o'zim qilayin desam, bu yer Gulzadani yeri dedi. Uni aytdi. Gulzadani yeri emas, sening yering bu. Sen olgansan. Просто Gulzadaga aqchani berib qo'ygansan, Gulzada sen uchun yugurib o'tadi. Men Gulzadan so'rayman desam, Gulzada uni aytdi. Sen aytmaysan, men uni men deb, bo'pti, bo'lsa suv bosib turaversin dedim. Mana meşer. Mana bu parda to'solgan. To'sib olib nima qildida, keyin olib tashladi. Xohlaganday dedi, hech qanday nima yo'q. Sizga bir jashoo yo'q, turuqli jashoo. Tinch. Soat 11da ham kelib chaqiradi bolasi. Sen kim olib kelding? Endi birov kelib ketsa, kim olib kelding? U nima qilib beradi sana? Qo'ldan nima keladi? Qayerdan topib kelding? Mana bizga o'xshagan odamni olib kelmaysanmi? Bizga bitta telefon chop qo'ysa bo'ldi. Baraq tinchlik bo'ldi. Hech kim qo'ldan hech narsa kelmaydi. Kerak bo'lsa prokurorga ham hech narsa. Prokurorga ham borib aytdim. Shunday desam, o'zini chaqirdi. 5-6 yil bo'ldi. Chaqirib sen shunday debsin, yo'q, bu oqsoqol qachon bo'lsa yolg'on so'yladi. Bu yolg'onchi bu oqsoqol deb qo'ydi, bo'ldi shu men yolg'onchi bo'lib qolaverdim. Hozir qanday dokument bor sizda? Menda mana uyda dokumentda. Go'sak. Texnik pasport. Nima? Soyuzniki bor edi, uni olib oldi. Olib olib mana qarmatib qo'ydi göz direktordan. Mana bu meniki, bu ayolning nomida mana qizim o'tiradi. Endi men qara. Mana nima? Yerdan aşağı menga ablakat jardam beram degan odam, undan keyin o'shdan nimadan arkivdan olib tur. Qog'ozga kamerani ko'rsatgancha aytamiz. Arkivdan olib tur, olsa hech qanday bu yer hech kim nomida emasda, pustoy chiqib o'tadi. Buning qo'lida qizil kitob turadi, go'zak turadi. Hozirgi uchurda deli. Hozir ham bo'lsa kerak, bilmayman, endi hozir dokument qildi, qo'yadi. Ana u ablakat kishi kelib oqsoqol dedi, bu dedi, "Ma yerda men nimadan o'shdan chiqartirdim" dedi, nimadan. Pustoy chiqib o'tadi. Buning qizil kitobi ham yo'q, u nimada. Anan keyin nimasi ham yo'q, pustoy chiqib o'tadi. Göz direktoriga borib surishtiraylikchi, bu yerda qanday ekan dedi. Borsak, anan keyin göz direktoriga kirsak, nachalnikka kirsak, birovning ma'lumot bermaymiz, mumkin emas dedi, ama yerda. Anan keyin qanday ma'lumot berasiz? Общий dom bo'lsa, barashni tip uy bo'lsa, oldida yer bo'lsa, uni anan keyin birov menikida baraq bas olsa, qizil kitob bersinlar, go'zak qilib bersinlar.
nimada mana men nimani oldim, bunda hech narsa yo'q, pustoy chiqib o'tadi. Bu oqsoqolga berib olsanglar deb anaqa to'polon qildi-da, anan keyin zamin chaqirdi, zamin kirib anan keyin yo berilmaydi, ma'lumot berilmaydi, hech kim bermaydi ma'lumot dedi. Detdan aka ablakat aytdi, menga yozib ber. Shuna hech qanday ma'lumot bermaymiz. Men mana deb bo'lsa dedi, kompyuterga qarab turib, ashuna nimasi bor, qancha sotik jeri bor, qancha sotik go'zakiti bor, shuni ko'rib ber menga dedi. Detdan ki bo'ptir dedi, o'zi o'tdi, men o'tmadim, qaradi, kompyuterda hech narsa yo'q, pustoy chiqib o'tadi dedi. Men aytdim, go'zakiti bor qo'lda dedim. Desem sotib olgandirda deb ashuna dedi. Satsa sizlar sotgansizlar desem, ya unda oqsoqol unda sal o'zingiz qarab suylang deb qo'ydi. Ammo buni hozir bilmayman, balkim cho'tga qo'yib o'sha dokument qilgandir. Mana hozir men endi ashada haligi gapi chala qolib ketdi, o'lchagani kelganda aydaverdi. Anaqa ayli hukumatga bordim, zayleni yozdim. Mana qo'shnim aydaverdi, shunday deb hukumatga yozdim, go'zaktirga yozdim. Yozsam hech qanday nima yo'q. Anaqa ayli hukumatga borsam, ash qo'shnimiz bilan kelishasiz. Biz hech narsa Kak bu kim bu endi tushunmayman-da bular endi. Bu yerda berish uchun boshqa ruxsat berish kerak ekan. Ular ruxsat bersa berayotgan menga. Ana Gulzada degan kelindi olib kelib tiqib, birov kelsa, "Ma Gulzadani ham haqqi bor, shuni ham yeri bor, shuni yeri" deydi. Hech kim yo'q-da, bu yer bizniki. Biz sotib olganmiz, aqchaga men sotib olgam, og'ammin, sen uyni sotib olgan to'lki uyda haqqing bor deydi. Prokuraturaga bordim, ayli hukumatga bordim, militsiyaga yozdim, hech qanday bir nima yo'q. Oxiri sotga bordim dedi prokuratura. Sotga borsam, sotga kirgizmayotganlar ikkinchi tashqi to'rog'iga. Anke so'raydi ekan, nimaga keldingiz oqsoqol, nima bo'ldi dedi. Shunday shu masala bilan keldim. Prokuratura ham jo'natib o'tadi, sotga bor deb, ayli hukumat ham sotga bor deb. Endi to'lga sotga osilib oldi bular dedim. Desam haligi bolalar aytdi, yo'q bu siz dedi prokuratura, militsiya, anan keyin ablakat olasiz dedi. Uchovdan birov yozib, dokumentalni qilib bizga dokument keladi, anan keyin bizni qaraymiz dedi. Keyin chiqdim prokuraturaga 2-3 marta borganman, militsiyaga borganman. To'xta endi ablakatni suylashayinchi deb, keyin ablakat bor ekan, men taniyman, kirdim Aysulu deb, ikinci qo'lib Aysulu deb. Kirdim, qarindoshim 7-8 yil bo'ldi o'sha. Qarindoshim shunday masala bo'ladi. Shu menday qo'shnim mashina talash bor yoqda meniki deb mana qilib, dokument qilib, bular qizil kitob bo'lsa, nimasi bo'lsa desam, keyin men dedi, nima qilam, qarab beram, nima qilib beram dedi, to'laysiz menga dedi. Bo'ptir, men to'lab beram, hech kim bekarga hech kim bekarga ish qilmaydi dedim. Sen oldin borib ko'r dedim. Qara, chechilar shu masala. Chechilmaydi. Chechilsa shuni mayli chechib ber, aqchani beram. Chechilmasa yo'qda. Anan keyin bo'ptir deb aqchani olib meni jugurtirib, anan keyin bo'voda desam bo'ptir deb kelib. Naqancha bular dokumentlarni ko'rdi, chiqdan keyin chaqirdi, bordim, billa bordik. Dedi, "Ava dedi, g'azat tekshirsang dedi, qizil kitob poddelka. Bir o'rs xotin olib turib, bularga sotganda qizil kitob qilib. Poddelka qilingan dedi. Bu mumkin emas, hech qachon u yerga общий polzonni yerga dedi, qizil kitob berilmaydi. Bo'lsa, общий baringlarga berish kerak dedi. Uni dedi, aqcha bilan olgan dedi. Anan keyin bu yerda go'zakiti yo'q edi, go'zakiti yo'q. Agarda men aytam, qo'y bizdirib beram dedi, traktor bilan tegizlab, men nima qilaveram, sotga berib, sot orqali dedi. Menga qo'y dedim, janjalda kerak yo'q, bular ham odam, qo'shni dedim. Menga shu asherdan jinni, asher jerimni, asher o'zim yashagan jerimdan jinni nima olib bergan, asher qizil kitob qilib, asher dokumentalni qilib olib ber, bo'ldi. Menga janjalda kerak. Bo'ptir, men qilib beram dedi, 9 ming pul berdim. Aytdim 5 ming beram, qolganini kim desam, yo'q, menga naq berasiz dedi. Berdim, 1 yil kutdim, 2 yil kutdim, oxiri qarasam bo'y turgan. Borsam men o'rotam, yoqbol o'tam, bunday bo'lotam, siz qo'shningiz bilan kelishing deyaveradi. Qanday kelishim? Mana buni og'amiz, yaqin og'amiz, nimani kelishim? Men bari yoqda olmayli deyishim kerak men. To'lga qo'shningiz bilan kelishing deydi-da. Anan keyin axiri 1-2 yildan o'tgandan keyin borib aytdim, dokumentni ber, bo'ldi dedim. Spravka bordi. Desam, men qilib ber, qilsang 2 yil bo'ldi, 2 yildan beri qilib olgan odamga endi qilmaysan. Endi polni dokument qilib qizil kitob qilib olgandan keyin aytasan, men nima qilayin, qilib oldi deb. Undan ko'ra qo'y dedim, sana ishonmaylar, qo'yayin dedim. Ishon dedim, o'sha barat qo'rg'on qilib to'sib o'sha olib o'tadi deb dokumentni olib oldim.
Mana hozir bu yerda mana bu Азыр эми бул сиздин бул кошунаңыз сизди кетиргендин акбы немесинде экен. Мына- Сизди көчүрүш керек экен. bu aytib o'tadi da, sen ketasin dedi. Sen melisa pelisa qilmay, o'zing majbur qilam, o'zing ketishga bu yerdan dedi. Davleniya qilyapti. Men dedi, hech kim hech narsa deya olmaydi. Men seni davleniya qilam, ketasin bu yerdan. Men jo'g'otam seni deb. Hali ichida ichib turadi-da. Ichganda jo'g'olasin, men jo'g'otam. Ko'rdingmi, nima qilib oldi? Men sana nima qilib berdi? Prokuroring nima qildi? Necha marta prokuraturaga yozding? Nima qildi? Qo'ldan nima keldi? Bu yerdan o'zing ketasin deb o'tadi-da. Bu aytgani endi mana shunaqa qilib davleni qilsam, al uyda ham ol, qo'y, ketdim men, tinchgina yashayin deb ketadi deb o'tadi. Haqi boraman endi bu. Men satayin dedim-da bu uyda. Satayin desam, kim oladi buni? Birov kelsa mana bu qo'lni meniki desa, menejerim, men nimam, sen haqing. Kelgan odam ham o'ylaydi-da, buni olib ol, boshini uram bu janjal ekan bu yerda. Satayin desam, sottirib olgan qo'ydi-da. Mana shu uyda bular olish kerak edi. Bular planida. Bu uyda olib, ana kelin bor hozir. Ash kelinga olib beratirgan bo'lgan ekan. Gulzadaga olib beratirgan bo'lib, Gulzadaning uyini bular magazin bir istalovoy bir bala qilamiz deb suylashgan ekan. Bundan keyin men hali bu kampirni boqqanman-da, nevara sotgan menga. Men olgandan keyin aytdi, "Sen bekor olding, sen men bu yerda yashatmayman. Men va'da berganman, va'damning ustidan chiqam. Bu yerda yashamaysan sen. O'zing majbur bo'lasan, o'zing ketishga majbur bo'lasan" deb boshladi. Азыр эми сиз неме кылып коюңуз аксакал. Жогорку бийлик өкүлдөрүнөн кайрылып коюңуз да, мынтипче. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, мен мына өзүм уйгурмун, уйгур тектүү Кыргызстанда жашагансыздар турабы? Кыргызстанда мынчанча жыл келип нерде турам. Ошо мага мен эч эле ушул акыйкатка жеткен жокмун. Өлөрүмө деле мындай эми ошо да чындыгычы. Ошентсе ушу кичине балдарыма мурас катары болбоду деген ушул үйдү документтештирип кетейин. Мен ушул акыйкатка жеткенге жардам бериңиздер деп коюңуз, Болду. Mana Sadir Japarov prezidentimiz Tashiyev UKMK төрағасы mana jardam bergila 30 yildan beri yashayman bu yerda, hech qanday dokumentim yo'q. Borsam qilib bermasa, mana o'zinglar ko'rgila, bular o'zbek yurtida bari o'zim tug'andar ekan, qilib berib o'tadi. Mana shu 2 sotik, 3 sotik yerda ham shuni ham bermay, shu hech kim quloq solsa, bularda aqcha, bir narsa desam, mening birinchi o'chirda aqcham bor dedi. Ikkinchi o'chirda tanishim bor. Uchinchi o'chirda bari Arvonda o'zimizniki dedi. Endi men tushunishimcha, men o'zbek pasporti olishim kerak o'xshaydi-da endi. O'zbek degani. O'zbek degan pasport olsam, undan keyin jeram beradi o'xshaydi. Men yashashga mumkin o'xshaydi. Endi shunga majbur qilib o'tadi endi. Bilmayman endi borib mendan keyin o'zbek pasport qilib bergila, Uyg'ur emasman deyishim kerak o'xshaydi shunday. Shunday desam qilib beradi o'xshaydi. Boshqa ilojim yo'q hech qanday. Mana xotinni mashalardan nimasidan menga qizil kitob qilib beradi. Shular ruxsat bersa beratgan bo'lsa yo'q. Men tushundim. Бул үчөөгө бөлүнгөн экен да. Азаматка, Гүлзадага, сизге. Негизи. Men aytganman Gulzada sen bo'ptir. Sen nima bu yerda duval urdi, bu yerda kirib chopa ichib so'rishdi. Bular men suylashib yurdi. Bu yerda urib, sen nima bu yerda urib, nima qilyapsan? Sen salashmading. Bu yerda menga ham bergila. Siz jinday yer bering, siz bir sotik yer bering, siz deb men ham yerga batib qolayin deb, to'g'ri sen yashaganing. Men yolg'on aytmayman. Desem, men bu qo'shnim o'zimizkidan talashmaymiz, seni masherdan olaman deyman, masherdan talasham. Sen yolg'iz qo'lingdan nima keladi? Sen hech kim emassan bu yerda. Mana ikkovizni tug'an urug'imiz bari shu yerda. Ayt desak, seni bo'yning jul bo'ladi deb ashunday. Bo'lsa o'qituvchi. Maktabda o'qitib bo'lsa, menda o'ylasa bo'ladi, to'xta, bu odamni nima qilamiz biz? Shu yerda 30 yildan beri yashasa, hech bo'lsa jinday yerda olsa, mashincha yerda egallab olib, qo'y endi deb o'qituvchi aytish kerak, mavlar to'xtatish kerak. Naborat uni bor, Gulzada ona nimaga bor? Gözlerga bor, palancherga bor deb ular telefon chop qo'yadi. U Gulzadaga chaqimda necha marta aytdim, men sotib olganman, Gulzada menga sotdi deb. Keyin aytdim, hukumat yeri bo'lsa, men qanday senga sotadi desam, menga berdi dedi. Keyin hozir yaqindan beri, bir yildan beri Gulzada menga 2 etaj uy soladi bu yoqqa, men bu yoqqa solam, sen uyni sotib olgansan, sen uyga kirasan. Uy seniki. Sen to'lqa uy seniki, bu yer bizniki. Biz olamiz, bizda to'g'onlarimiz bor, pulimiz bor, aqchamiz bor, tanishimiz bor. Men bilmay qoldim, qanday bu yashov bo'ladi. Bu aylik hukumat chechib qo'yib turgan yer bu.
Aylık mete balasına yer basa kelip kazık kakıp nima bitta uchastkaya men kirsip bitib bilmem bular endi şu prezident bilan şu tashib chechib berish kerak shuni. Ularning ishi u endi. Ularda o'zi ishi, o'ziga jetarlik. Shu prokuratura nima qilib o'tadi? Rosa taqab kelsang, biz yerda biz chechmaymiz, bizni ishimiz emas desa. Militsiyaga borsang, biz yer bizni ishimiz emas, biz sizni ursa, boshqa qilsa biz nima qilamiz? Sökti desang, sizni qana sökkani, yerdan hozir men kelib sökib ketib qolsa, kimga aytaman men? Qanday dokazat qilaman? O telefonni tushunmasam, mana endi hozir bolalarimni nerimdan so'rab nima qilib o'taman, qanday bo'ladi, qanday jazom deb. Shuni bir chorasini necha marta arizada bor u yerda. Mana hali prokuratura yozganman. Meni millatim Uyg'ur, shu o'zbek bo'lganda shu ishni qilyapti-da shular. Shunday yozganman, hech qanday prokuratura ham tergovga berib qo'ygan tergovchi xalaqanni qilib qo'yayotganda. Xolasa bor qilib, xolasa yo'q qilib. Hech qanday nimasi yo'q, negizi yo'q, mana nimaga o'tadi. Mana Negiz yo'q deb javob. Negizga Administrativniy. hech qanday nima yo'q. Deb başına axiri uka manda yo'lni ko'rding, ahvolimni ko'rding, ko'rib turib oldimdan musurni ko'rding. O'sha yerda men necha marta aytdim, qo'shni tozalaylik bu yerda. Bu meni uyim oldim, yerda pasha bosib, chimim bosib, yerda o'lvaylik desam, tozala yo'q, sen aqling yo'q, tozalamaysan. Sen ishing qil. Hozir bo'lganda chiqadi-da, bular aligina ekanda bir lo'liga o'xshagan. Qizi bor-ku, bolasi bor-ku, bari optim chiqadi ekan. Ana qizi bor chiqadi, hozir qizi Rossiyada 1-2 yil bo'ldi, Xudoga shukr. Bu yerda otasi bilan suylashib, opasi turadi, otasi turadi, suylashib tursa, uydan yugurib chiqib, ko't, haj qiz ko't. Sen nima qilyapsan? Ko't deb bilan mashinaga iterib o'tadi-da. Anki men yurdi. To'xta dedim, bu jinoyat yoqdan suylashib chiqqan. Kelganda shunaqa qilasan yo turtadi yo bir chapaloq uradi. Ya so'gadi. Keyin shu bilan ketdi bo'ldi deb orqamdan o'sha yugurib ketdim, o'sha uygacha darvozani tagigacha bordim. Chiqdim, meni ko'rsa yuguradi-da. Ondan keyin iloji yo'q, 3-kuni militsiyaga kirdim. Bir mayor bor ekan. Keyin uka men bir ish bilan keldim desam nimaga dedi. Shunday 3 kundan beri tualetga ham chiqa olmayman. Chiqsam desam kim bor edi dedi. Otasi bor, opasi qarab turadi dedim. Urushganimiz yo'q. Prosta sport qilib yerda mana deb tursaqlar uydan chiquvlar. Sen ko't, haj qiz ko'tsin. Ko't davlat mayna qildi. Endi o'zimdan qizimdan kichkina nevram men teng bo'lsa, bir narsa so'gal olsam, yo bir chapaloq ursam ayb menda bo'lib qolsa, so'ksam ayb menda bo'lsa, uyga qochib kirib ketdim. Otasi turadi, qo'y qizim tiva degani otasini chiqib aytadi, opasini chiqib aytadi desam, keyin kompyuterlar mezalian yozib turib, olib kirib jinoyat ishtirab soldi o'xshadi. Shundan keyin yugurib aytirgan bo'lib qoldi.